Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz aziz Uz-TV kanaldasiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'ling. O'zbekistonda katta yo'qotish taniqli O'zbekiston kinorejissyori Shuhrat Abbosov olamdan o'tdi. Shuhrat Abbosovning Mahallada tug'dib, sen yetim emassan, Toshkent non shahri, Shumbola kabi filmlarda o'zbek kinosi durdonalari safidan o'rin olgan. Bugun 25-aprel kuni taniqli o'zbek kinorejissyori Shuhrat Abbosov 87 yoshida olamdan o'tdi. Manba daryo.uz. Xabar qilinishicha, rejissyor so'nggi kunlari shifoxonada o'tgan. Shuhrat Abbosov 1931-yil 16-yanvar Qo'qonda tug'ilgan. 1949-yilda Toshkent tibbiyot kasb-hunari yurtini bitirgan. 1954-yilda Aleksandr Avstrovskiy nomidagi Toshkent davlat san'at institutini bitirgan. 1954-yil 1956-yillar Mannan Uyg'ur nomidagi viloyat musiqa drama teatri bosh rejissyori vazifasida, keyinchalik esa Moskvada tahsil olgan. O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan mukofotlangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shu edi. Xayr, salomat bo'ling, kanalimizdan uzoqlashmang.